Ota-onam qaytib kelguncha men nima edi? Akademik отпуск, sir. Ha, akademik отпуск oldim. Kompaniyani o'zim boshqarmoqchiman. Richard oilasi mulkini himoyalash shartnomasiga binoan ota-onasi yo'q paytda master ichga men vasiylik qilaman. Shu boisdan barcha haq-huquqlarimni u kishiga topshiraman. Mana shunday. Kichkina xo'jayin hokimiyatni o'z qo'liga oldi. Qoplash uchun shtatni qisqartirishimiz lozim. Qisqartirish, odamlarni bo'shatishmi? Qanday deb atashni farqi yo'q hech. Biz kamarni qattiqroq tortishimiz kerak. Mr. Vanjadi, meni otam hech kimni bo'shatmaganlar. Ertangi kuniga ishongan odamgina ko'proq va quvnoqroq ishlaydi derdilar. Bolakay tishlarini ko'rsatmoqda. Direktorlar maoshi kamaytirildi. Men bir narsani bilmoqchi edim. Barcha korxonalarimiz foyda berayotgan ekan, nima uchun Richard shokoladlari sotuvi oqsayapti? Nihoyat meni yangi ekspertlarim o'tkazgan tajriba asosida shu xulosaga keldim. Hammaga salom. Rich shokoladidagi yong'oq hajmini 15% ga ko'paytirish lozim. Raqobatchilarimizni bizdan o'tib ketishiga yo'l qo'ya olmaymiz.